Assalomu alaykum. Bugungi kunda kadastr va xatlov masalalari minglab fuqarolarni qiziqtirgan mavzulardan biridir. Xatlovdan foydalanib, yer uchastkasiga tutash hududni qo'shib, ya'ni kengaytirib olsa bo'ladimi? Egalik huquqi qay holatlarda e'tirof etiladi yoki rad etiladi? Kadastr nomidagi fuqaro vafot etgan bo'lsa, uning farzandlari uni qanday hujjatlashtirib olsa bo'ladi? Umuman, uy-joylarni hujjatlashtirishda nimalarga e'tibor berish kerak? Bugun shu va boshqa savollarga Kadastr agentligi markaziy apparati mas'ul xodimi Bahodir Madiyarov bilan birgalikda javob izlaymiz. Assalomu alaykum Bahodir aka. Assalomu alaykum. Yana bir bor sizni ko'rib turganimdan juda xursandman. Savollar bilan boshlaymiz ko'rsatuvimizni. Demak, bizda birinchi savol, oldin yoki oldingi aksiyalarda o'sha yer uchastkasi, uy-joyini, ko'chmas mulkini hujjat qilib olgan fuqarolar ko'pchilikni tashkil etadi-da. Deylik, o'sha vaqtda ular 6 sotix yoki undan kam miqdorda hududni o'zlariga hujjat qilib egalik huquqini olgan. Bilamizki, hozirgi kunda xatlov jarayonlari amalga oshirilyapti va o'sha fuqarolar ham hozirgi xatlovdan foydalanib, o'sha o'zining yer uchastkasini kengaytirib olsa bo'ladimi? Juda ham o'rinli savol. Sababi bugungi kunda amaliyotda aynan mana shu qonunda mana 2024-yil 5-avgustda qabul qilingan o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi qonun ijrosi yuzasidan aynan sizning savolingizdan kelib chiqadigan bo'lsak, qonunda 1-moddasida 8 ta holatdagi yer uchastkalariga, ya'ni o'sha fuqarolar tomonidan o'zlashtirilgan o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga e'tirof etish masalasi qonunning 1-moddasida 8 ta holat ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni siz aytgan o'sha 6 sotix yer maydonini yanada ko'proq o'sha amalda foydalanib turgan maydoniga ko'proq kengaytirib olish masalasi bo'ladigan bo'lsa, bunda qonunda o'zida ham hajmlar bilan bog'liq bo'lgan moddasi belgilab o'tilgan, u yerda aniq va tiniq qilib yozilgan. Ya'ni bunda 1998-yil 1-iyulga qadar fuqarolar tomonidan o'zlashtirilgan yerlar uchun butun respublika bo'ylab 24 sotixgacha e'tirof etish masalasi ko'riladi. Va 1998-yil 1-iyuldan 2018-yil 1-mayga qadar o'zlashtirilgan yer uchastkalari, o'sha fuqarolar, yurtdoshlarimiz yer uchastkalariga bunda Toshkent shahar va viloyat markazlari uchun 6 sotixgacha, qolgan hududlarga 12 sotixgacha bo'lgan yer maydonlari e'tirof etish masalasi ko'riladi. Ya'ni bunda yurtdoshimiz 6 sotixga bo'lgan egalik huquqi e'tirof etilgan bo'lsa, bugungi kunda amalda ortiqcha egallangan hudud, ya'ni o'sha fuqaroni egallab turgan yer uchastkasiga tutash qismida joylashgan bo'lsa, qonunda o'zida ham asosiy va qo'shimcha shartlarda ko'rsatib o'tilgan. Aynan o'sha hudud o'sha yer uchastkasiga tutash qismida joylashgan bo'lishi shart. Va o'sha qismi bo'yicha fuqaroning o'ziga dehqon xo'jaligi, tomorqa xo'jaliklari mahsulotlarini yetishtirish uchun fuqaroni o'ziga biriktirib berish masalasi ko'riladi. Bunda endi qonunda o'zida ham ko'rsatib o'tilgan asosiy va qo'shimcha shartlarga rioya etilganligi aynan o'sha fuqaroga biriktirish uchun asos bo'ladi. Turar joy qilib emas, faqat tomorqa va dehqon xo'jaligi uchun qo'shib olsa bo'ladi. Va eng asosiysi nizoli hudud bo'lmasligi kerak. Chunki qonunda o'zida asosiy shartlarni aytib belgilanganki, mazkur yer uchastkasi foydalanish davrida jismoniy va yuridik shaxslar o'rtasida nizo mavjud bo'lmasligi, muqaddam aynan o'sha yer uchastkasi elektron onlayn savdoga qo'yilmagan bo'lishi, o'sha yer uchastkasida foydalanish davrida yer uchastkasidan yer solig'i, mol mulk solig'idan qarzdorligi mavjud bo'lmasligi asosiy shartlari. Va bunda endi qo'shimcha shartlari bo'ladigan bo'lsa, qonunning 16-moddasida ko'rsatib o'tilgan vakolatli organlar, ya'ni o'sha gaz tarmoqlari, suv quvurlari yoki katta yo'l, muhofaza mintaqa hududlarida joylashmaganligi, bosh rejaga zid bo'lmasligi, mana shu jihatlariga e'tibor qaratiladi. Tushunarli. Va keyingi savolim ham o'zbek davomi 937-qonun bo'yicha uy 2002-yilgacha bo'lgan, keyin ayrim sabablarga ko'ra buzilgan, 2024-yil yangi uy qayta qurilgan. U e'tirof etiladimi? Ya'ni savolni umumlashtiradigan bo'lsam, o'sha uy 2018-yilgacha qurilib, o'sha buzib tashlangan va yangi uy 2018-yildan keyin qurilyapti, qurilib bo'lgan. Bu bo'yicha o'sha uy joyga, demak, e'tirof etiladimi, xatlov qilinadimi? Xatlov qilinadimi? Albatta, bugungi kunda mana shu qonunning ijrosi yuzasidan xatlov ishlarini amalga oshirish bu tanlov asosida emas. Ya'ni bunda yalpi xatlov. Yalpi xatlovda ham biz qanday xatlov ishlarini qanday amalga oshiramiz? Bunda aynan o'sha tumanlarda mahallalarga ajratib olib, aynan o'sha mahallalarda mahalla ichida o'sha aholi bir nechta aholi yashash punktlarini poligonlarga ajratib olinadi.
Ya'ni bunda o'sha bitta poligonda oladigan bo'lsak, 20 ta xonadon joylashgan bo'lsa, har bittasi xatlovdan o'tkaziladi. Sababi boya yuqorida aytilgandek 8 ta holatga qaysi biriga tushishini tanlab olish uchun ham har bittasi xatlovdan o'tkaziladi va bu qurilgan yiliga nisbatan keladigan bo'lsak, 2018-yildan keyin qurilgan bo'lsa ham xatlovdan o'tkaziladi va bunda qonunni o'sha 16-moddasida belgilangan platformaga, e'tirof platformasiga muhokamaga kiritilganda bu qaysi yillarda qurilganligi o'shanda ayon bo'ladi va bunda vakolatli organ tomonidan xulosa rasmiylashtiriladi. Demak, o'sha Uzkosmos tashkiloti ham aralashadi-yu bu jarayonlarga. U o'sha oldin 2002-yil yoki 2010-yildagi buzib tashlangan uyda ham ko'radi. O'sha oldin qurilgan, buzilgan uylarda ham ko'radi. Bu bo'yicha u tashkilotlar keyin xulosa beradi, to'g'rimi? Albatta. Tushunarli. Va keyingi savolim, qanday holatlarda 2018-yil 1-maygacha qurilgan uy-joylarga, demak, o'sha egalik huquqi berilmaydi, umuman o'sha e'tirof etilmaydi? Bunda endi mana xatlov ishlari, ya'ni bunda egalik huquqi e'tirof etilish masalasi ko'rilmaydigan obyektlarga oladigan bo'lsak, bugungi kunda bo'sh yer uchastkasiga nisbatan tatbiq etilmaydi. Ko'p qavatli turar joylarga nisbatan va davlat mulki bo'lgan obyektlarga nisbatan qonun tatbiq etilmaydi. Endi qaysi qurilmalarga nisbatan aytaylik, savolingizga keladigan bo'lsak, 2018-yildan oldin qurilgan bo'lsa ham bugungi kunda qaysi holatlardagi imoratlarga, o'sha mulklarga e'tirof etilmaydi. Ya'ni bunda o'sha, chunki avvalgi aksiyalarda ham amaliyotda uchragan o'sha kichkina 3x4 bino qursang, ertaga o'sha kadastr hujjatlarini rasmiylashtirib, o'sha aksiyadan foydalana olasan degan tushunchada yurgan yurtdoshlarimizga eslatma sifatida ham o'rnini aytmoqchimiz. Qonunda o'zida ham ta'kidlanganki, o'sha fuqarolar tomonidan o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga, unda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish uchun aynan o'sha turar joy maqomiga ega bo'lgan, unda uni bir nechta talablari bor. Yashash sharoiti, hojatxonasi, oshxonasi, o'sha atrof chegarasi o'ralgan bo'lishi, o'sha uy-joy qurilganligi fakti bo'lishi kerak bo'ladi. Tushunarli. Keyingi savolim, agar kadastr nomidagi inson vafot etgan bo'lsa, keyin uning farzandlari o'sha uy-joyni o'zlariga qanday rasmiylashtirib olsa bo'ladi? Ular qayerlarga murojaat qilish kerak? Buni tartibi qanaqa bo'ladi? Siz aytganingiz meros masalasi. Meros masalasi. O'sha mulkdor, aytaylik, bugungi kunda vafot etgan bo'lsa va o'sha kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish bilan bog'liq bo'lgan masala, bugungi kunda aynan o'sha yer uchastkasini kadastr hujjatlari mavjud bo'lib, o'sha ko'chmas mulk obyekti belgilangan tartibda davlat ro'yxatidan o'tkazilgan bo'lsa, bunda 937-sonli qonun asosida emas, belgilangan tartibda o'sha tumanlarda joylashgan, tuman shaharlardagi notarial idoralariga murojaat qilib, o'sha meros masalasini, merosga bo'lgan guvohnomani rasmiylashtirish ishlarini amalga oshirish mumkin bo'ladi. 937-sonli qonun doirasida o'sha mulkdor vafot etgan bo'ladigan bo'lsa, bunda ham 937-sonli qonunda ham adolat prinsiplari, tamoyillariga asoslangan holda ishlab chiqilgan qonun. Sababi bunda o'sha kadastr hujjati yo'q. Lekin mulkdor vafot etgan bo'ladigan bo'lsa, xatlov ishlarini amalga oshirganda ko'chmas mulkning foydalanuvchisi, ya'ni egasi qilib marhumning nomi kiritiladi. Shunday. Va marhumning nomiga o'sha belgilangan tartibda hujjatlar rasmiylashtiriladi va davlat ro'yxatidan o'tkazilgandan so'ng o'sha meros ishi notarial idorasida rasmiylashtiriladi. Tushunarli. Hozir aytib ketdingiz, shuni bir alohida to'xtalsak, tomoshabinlarga juda qiziqarli bo'lardi. Yanada batafsilroq ma'lumot berib o'tamiz. Juda ko'pchilik qiziq bu savol. Atrofdagi qo'shnilar bilan birgalikda hamma o'z yer uchastkasiga kadastr hujjatini qilib olgan, lekin o'rtada bir yer uchastkasida hozirgacha qurilish qilmasdan faqat tomorqa dehqonchilik maqsadida foydalanib kelingan. Qo'shnilar hammasi atrofdagi uy-joy qilib olgan va kadastr hujjatlarini ham qilib qo'ygan, lekin hech qanday qurilish qilmaganlar hujjatlarni rasmiylashtirishi mumkinmi? Yuqorida ham ta'kidlandi. Shunday bo'lsa ham eslatma sifatida ta'kidlab o'tamiz. Qonunning ijrosi 3 ta holatdagi yer uchastkalariga nisbatan tatbiq etilmaydi. Ya'ni bunda bo'sh yer uchastkasiga, davlat mulki bo'lgan obyektlarga va ko'p qavatli turar joylarga nisbatan e'tirof etilmasligi qonunda o'zida ham belgilab o'tilgan. Ya'ni endi bunda siz bugungi kunda o'sha fuqaromiz, yurtdoshimiz o'sha yer uchastkasida hech qanday imorat qurilish ishlari amalga oshirilmagan bo'lsa, bu qonun doirasida ko'rib chiqilmaydi. Sababi bunda bo'sh yer uchastkasiga nisbatan e'tirof etilmasligi belgilab o'tilgan. Tushunarli.
boya aytib o'tganingizdek 3 ga 4 binoni qurib qo'yib, albatta. keyinchalik kadastr rasmiylashtirib beradi degan Tushunchadan yiroq bo'lish tushunchadan uzoqlashish kerak. Albatta. Unaqa insonlar gapiga umuman ishonmaslik kerak. Yana ko'pchilikka qiziq bo'lgan savollardan biri, mana shu jarayonlarni kuzatamiz. Uy-joyi xatlov qilib ketilgandan keyin 18 ta tashkilot xulosa beradi va ko'pchilikda kuzatishimiz mumkin, o'sha 17 ta tashkilot ijobiy xulosa berib, bitta tashkilot rad javobini berib qolishi mumkin. Bunaqa vaziyatda ular nima qilish kerak? Keling, bunda o'sha Uzkosmosda xulosasini olib tashlab, boshqa tashkilotlar misolida aytamiz. Ya'ni agar yo'l boshqa tashkilotlardan rad javob berilgan bo'lsa, unday holatda qandaydir fuqaro murojaat qilib, xarajatlarini ko'tarsa, o'sha tashkilotdan ijobiy xulosa olishi mumkinmi? Yo'q, bu yerda endi qonunda o'zida belgilab o'tilganki, 16-moddasiga asosan o'sha vakolatli organdan tashkil topgan ishchi guruh. Ya'ni bunda 18 ta tashkilot xulosa beruvchi vakolatli organ sifatida belgilangan bo'lsa, bunda bitta tashkilotning xulosasi bilan o'sha ko'chmas mulkka bo'lgan huquqni e'tirof etilib qolmaydi. Lekin o'sha 18 tadan tashkilotning ichidan bittasini rad xulosasiga, o'sha salbiy xulosasiga asosan aynan o'sha yer uchastkasiga ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni e'tirof etilmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Ana endi aytaylik, siz aytgandek, qaysidir tashkilotda salbiy xulosasi bilan o'sha fuqaroni yer uchastkasiga salbiy xulosa rasmiylashtirilgan bo'lsa, bunda endi fuqaroni e'tirozi bo'ladigan bo'lsa, aynan o'sha xulosaga nisbatan qonunning 18-moddasida belgilab o'tilganki, aynan o'sha vakolatli organning xulosasi rasmiylashtirilgan xulosasi ustidan sudga yoki Adliya vazirligiga murojaat qilishi mumkinligi ko'rsatib o'tilgan. Yana bir savol ko'pchilikka qiziq bo'ladi. Hali respublikaning ko'plab hududlarida xatlov ishlari amalga oshirilmadi. Bu yil yarmi bor, hali keyingi yil ham bor. Odamlarga qiziq, o'sha ro'yxatga olish jarayoni, xatlov qilish jarayonlari qanaqa bo'ladi? Bu yoqda kadastr agentligi xodimlarini qanday ajratib oladi? O'sha telefon raqami olishi, SMS kelishi va jarayonlarda qanday kuzatib borish mumkin, raqam berib ketiladi deyiladi. Mana shu jarayonni xat borgandan keyin kadastr xodimlar qanday jarayonni amalga oshiradi va undan keyingi jarayonlarni fuqarolar qanday kuzatib turishi mumkin? Shu haqida bir tomoshabinlarga bir ma'lumot berib o'tsangiz. Mana o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi 937-sonli qonunda ijrosi 2 bosqichga bo'lingan. Ya'ni birinchi bosqichda kadastr agentligi, tuman shahar filiali xodimlari, o'shada kadastr agentligi huzuridagi davlat kadastr palatasi, tuman shahar filiallari xodimlarimiz tomonidan xatlov ishlarini amalga oshiradi. Ikkinchi bosqichda qonunning 16-moddasiga asosan o'sha vakolatli organlardan tashkil topgan ishchi guruh. Bu yerda endi xatlov ishlarini amalga oshirishda kadastr agentligi, tuman shahar filiali xodimlarimiz tomonidan o'sha mahalla chegaralariga bo'linib, aytaylik Do'stlik mahallasining bir nechta poligonga ajratib olinadi va o'sha poligonga bitta mutaxassis biriktiriladi. Bu o'sha mutaxassis tomonidan o'sha poligonda joylashgan, aytaylik bitta poligonda 20 ta yer uchastkasi mavjud bo'ladigan bo'lsa, har bittasi xatlovdan o'tkaziladi. Xatlovdan o'tkazish bosqichida qonunda o'zida ham belgilanganki, o'sha yer uchastkasiga oid 6 xil turdagi ma'lumotlar kiritiladi. Ya'ni bunda o'sha mulkdorning, yer uchastkasidan foydalanuvchining ismi sharifi, telefon raqami, yer uchastkasining maydoni, unda qurilgan bino va inshootlar to'g'risidagi ma'lumotlar va o'sha yer uchastkasining o'sha o'lchamlari to'g'risidagi ma'lumotlar aynan o'sha tizimga kiritiladi. Bunda endi o'sha yer uchastkasiga oid ma'lumotlardan kelib chiqib, o'sha kadastr agentligi tomonidan ishlab chiqilgan avtomatlashtirilgan axborot tizimi. Tizimning nomi e'tirof. Aynan mana shu tizim orqali muhokamada ko'rib chiqiladi va o'sha fuqarolarimizga o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etishgacha bo'lgan bosqichlar aynan mana shu tizim orqali amalga oshiriladi. Bunda endi xatlov ishlari amalga oshirildi. Aytaylik, o'sha Do'stlik mahallasi xatlov ishlari yakunlandi va o'sha qonun 16-moddasiga asosan e'tirof platformasiga muhokamaga kiritiladi. Muhokamaga kiritilish bosqichida o'sha 60 kun mobaynida, bugungi kunda o'sha muddatda ko'rib chiqiladi va 60 kundan keyin o'sha 18 ta vazirlik idoralari tomonidan xulosa berish ishlari yakuniga yetkazilgandan so'ng 1 oy e'londa turishi. Bu tizimda opovsheniya deyiladi. O'sha e'londa turgani sababi Toshmatov Hasanni
uy joyi boshqa fuqaroga rasmiylashtirib qolmasligi yoki o'sha aynan o'sha yer uchastkasida nizo mavjud emasligi. Bunda endi fuqarolar qanday biladi deganimizga o'sha tizimda ochiq platforma bo'lib, o'sha tizimda ko'rish va bilish imkoniyati yaratilgan. U qanday ko'radi o'sha o'zini uyini? O'zini uyini ko'rish, aytaylik bugungi kunda o'sha ma'lumotlar bazamizda mavjud bo'lmagan obyekt bo'ladigan bo'lsa, aynan o'sha yer uchastkasi xatlovdan o'tkazilib, o'sha tizimga kiritilganda aynan o'sha yer uchastkasiga kadastr raqami beriladi. Ya'ni bunda unikal raqam deyiladi, mutaxassislar aytganda unikal raqam. Ya'ni bunda bu takrorlanmas raqam. O'sha yer uchastkasiga berilimi, keyingi yer uchastkasiga taqdim etilgan kadastr raqam bir-birining ustiga takrorlanib qolmaydi. O'zini yer uchastkasini o'sha kadastr raqami orqali ETSP kulichi bilan kadastr e'tirof platformasiga kirganda, o'sha tizimda qaysi bosqichda e'londa turganligi, kimning nomiga o'sha yer uchastkasi rasmiylashtirilayotganligi ko'rish va bilish imkoniyati to'liq yaratilgan. Ana endi bunda bir oy e'londa turgandan so'ng Adliya vazirligiga o'sha yakuniy xulosa qabul qilish uchun Adliya vazirligiga o'tiladi keyingi bosqichda. Adliya vazirligi tomonidan yakuniy xulosa taqdim etilgandan so'ng fuqaroga bir martalik SMS xabarnoma boradi. O'sha xalq deputatlarining tegishli qarorlari qabul qilinishi uchun. Fuqarolar o'sha tegishli qarorlar qabul qilinishi uchun bir martalik to'lovni amalga oshirganda xalq deputatlari, viloyat kengashlarining tegishli qarorlari rasmiylashtiriladi. Va mana shu xatlov ishlari amalga oshirilib, tizimga muhokamaga kiritilgan bosqichdan to o'sha kengashning qarorlari qabul qilingunga qadar bo'lgan bosqich aynan mana shu tizimda amalga oshiriladi va yakunida fuqarolar o'zini ETSP kulichi elektron kaliti orqali kengashning qarorlarini olish imkoni yaratilgan bo'ladi va bunda fuqarolar o'sha ko'chmas mulkiga bo'lgan huquqni tasdiqlovchi hujjatlari asosida Davlat xizmatlari markazi yoki my.gov portali orqali kadastr pasportlarini rasmiylashtirish va unga o'sha aynan o'sha ko'chmas mulkiga bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun murojaat qilishlari mumkin bo'ladi. Bahodir aka, yana shunday qiziq savol bor. O'sha xatlov ishlari amalga oshirilayotgan paytda kadastr palatasi xodim borganda uyda o'sha odam bo'lmasligi mumkin. Bilamiz, 1-2 marta borib hech qanday ichkarida odam bo'lmaganini guvohi bo'lganmiz o'zimiz ham chiqqanimizda o'sha jarayonlarda. Shunday holatlarda u fuqaro qaytib kelgandan keyin yana kadastr agentligiga murojaat qilib o'sha xatlovni amalga oshirishi mumkinmi yo'qmi? Bunda taqdiri nima bo'ladi ular? Albatta buni holatda amaliyotda ham ko'plab uchrayapti. Sababi o'sha aynan o'sha bitta poligonda misolda oladigan bo'lsak, bitta poligonda 20 ta xonadon bo'lib, aynan o'sha 18 tasini xatlovdan o'tkazdi-yu, 2 tasini xatlovdan o'tkazish imkoniyati mavjud emas. Yoki bo'lmasa farazan aytaylik, yo uyida yo'q, chet elga yoki xizmat safariga ketgan, o'lchash imkoni yo'q yoki bo'lmasa uyda kattalar ota-onalar ishda, farzandlari kattalar kelguncha o'lchash imkoni yo'q. Bunday holatlarda o'sha qolib ketgan xonadonlar bo'yicha oladigan bo'lsak, xatlov ishlarini amalga oshirish uchun o'sha qolib ketgan mahalla o'sha jamoatchilik mahalla faollariga, mahalla raisiga ro'yxati yuritiladi. Aynan o'sha qolib ketgan mahalla bo'yicha xatlovdan o'tkaziladi va tegishli ma'lumotlari tizimga kiritiladi. Ular qayerga murojaat qilish kerak o'shanaqa vaqt? Mahallada bularning hisobi yuritiladi. Mahallaga murojaat qilish kerak bo'ladi. Xo'p, keyingi savol bizda fuqarolar yer uchastkasiga tutash zaxira yerlarini qanday qonuniylashtirib olsa bo'ladi? Zaxira yerlar. Fuqarolar zaxira yer deyilganda bugungi kunda amalda foydalanib kelayotgan bo'lsa, qonunda ko'rsatib o'tilgan yillar bilan bog'liq bo'lgan moddasiga to'g'ri kelsa, ya'ni bunda 2018-yil 1-mayga qadar bu yerda aniq konkretni chegara qo'yilgan. Ya'niki bunda o'sha 2018-yil 1-maydan oldin o'zlashtirilgan holat bo'ladigan bo'lsa, qonunda o'zida ham boya ta'kidlanib o'tildi, o'sha yer uchastkasini foydalanish davrida o'sha yer uchastkasi muqaddam elektron onlayn savdoga qo'yilmagan bo'lishi, bugungi kunda endi o'sha yer uchastkasini u o'sha foydalanib kelayotganligini holatini tasdiqlovchi narsalar endi ular. Sababi bunda o'sha elektron onlayn savdoga qo'yilmaganligi, foydalanish davrida jismoniy va yuridik shaxslar o'rtasida nizo mavjud emasligi va o'sha yer uchastkasiga bo'lgan soliq to'lovlari amalga oshirilganligi. Va endi bunda qo'shimcha shartlari, boyaga aytgandek, bosh rejaga zid bo'lmasligi, sug'orilgan maydonda joylashmaganligi yoki qandaydir muhofaza mintaqa hududlarida joylashib qolmaganligi va o'sha aynan o'sha yer uchastkasi o'sha fuqaro yurtdoshimiz tomonidan foydalanib kelinayotgan yer uchastkasiga tutash qismida joylashgan bo'lishi shart.
Shunda demak o'sha xatlovga kiritib e'tirof etilishi mumkin. Albatta. Yana bitta bizda qiziq savol bor. Noturar joyni turar joy toifasiga o'tkazish tartibi qanday? Fuqarolar bunday vaziyatda kimga murojaat qilish kerak? Nima qilish kerak? Noturar joy obyektini turar joyga yoki bo'lmasam turar joyni noturar joy toifasiga o'tkazish, bunda hujjatlar rasmiylashtirish belgilangan tartibda Davlat xizmatlari markazi orqali murojaat qilinadi va o'sha tuman shahar bo'limlari, arxitektura bo'limlari tomonidan tegishli xulosalar rasmiylashtiriladi. O'sha toifasi o'zgartirishga rasmiylashtirilgan ruxsatnoma o'sha ko'chmas mulkni obyektini davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun asos bo'lishi belgilab o'tilgan qonunchilikda. Lekin endi nimalarga e'tibor beradigan bo'lsak, bugungi kunda aytaylik, o'sha noturar joyni turar joyga yoki bo'lmasam turarni aksincha turar joyni noturar joyga o'tkazish bo'yicha ruxsatnomalar rasmiylashtirishda nimalarga e'tibor berish kerak? Bugungi kunda noturar joyni turar joyga o'tkazish holatida aynan o'sha turar joyga o'tkazish uchun turar joyga ixtisoslashgan bo'lishi kerak bo'ladi. Ya'ni bunda o'sha yashash xona, umumiy foydali maydoni, hojatxona, oshxona, yashash holatidagi o'sha Eng muhim ixtisosligi to'g'ri bo'lgan holatlarda tegishli ruxsatnomalar rasmiylashtirib beriladi bu arxitektura tomonidan. dastlab demak davlat xizmatlari markaziga murojaat qilish Albatta, kerak va o'sha unda yo'naltiradi. Albatta. Dehqon xo'jaligi deb ajratilgan yerni xususiylashtirsa bo'ladimi? Mumkin bo'lsa, qay tartibda amalga oshiriladi? Dehqon xo'jaligi uchun ajratilgan yer uchastkalari, ya'ni aytaylik, u bugungi kunda balansda o'sha yer fondi bo'yicha qishloq xo'jaligi toifasidagi yer uchastkalari hisoblanadi. Yer uchastkasini xususiylashtirish bo'yicha Vazirlar Mahkamasining 71-sonli qarori bugungi kunda amaliyotda bor. Bunda faqat qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalari uchun tatbiq etiladi. Savolingizga keladigan bo'lsak, dehqon xo'jaligi uchun yer ajratilgan yer uchastkalarini xususiylashtirish uchun aynan bu reglament tatbiq etilmaydi. Yana bizda bir qiziq savol bor. Quruq yerni auksionga qo'ydirib, turar joy qilib, hujjat qilib olsa bo'ladimi? Bilamiz, hozirgi kunda turar joy uchun yerlar ajratilmayapti, asosan auksionlar orqali. Shu orqali Albatta, bugungi kunda yer ajratish degan tushunchani o'zi yo'q. Sababi bugungi kunda har qanday yer uchastkasini olish, realizatsiya qilinishi faqat elektron onlayn auksion platformasi orqali. Ya'ni bunda noturar joy uchun, tadbirkorlik faoliyatini yuritish uchun yoki yakka tartibdagi tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun yoki o'sha yakka tartibdagi turar joy qurmoqchi bo'lgan yer uchastkasi, har qanday yer uchastkasini olish aynan elektron onlayn auksion platformasi orqali amalga oshiriladi. Aynan o'sha elektron onlayn auksion sayti orqali ko'rib, o'zingizga yoqqan yer uchastkasini o'sha toifalardan kelib chiqib, ko'rish, bilish, ishtirok etish, yutib olish imkoniyatlari to'liq yaratilgan. Demak, o'sha quruq yerda auksion orqali yutib olib, turar joy uchun hujjat qilib olsa bo'ladi. O'sha belgilangan tartibda, aytaylik, boyada bu yerda yo'nalishlarda nechta yo'nalishlari bor. Qaysi yo'nalish unga kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha yurtdoshimizga o'sha yo'nalishdagi yer uchastkasiga kirib, qatnashib, yutib olish. Muhim o'sha yuqorida aytib o'tganingizdek talablarga javob bersa bo'ldi. Keyin yana bitta bizda qiziq savol bor. Xo'p, bilamiz, yer uchastkalari asosan 99 yilga ijaraga berilyapti. Ularni xususiylashtirib olish tartibi qanaqa? Mana bu bo'yicha 937-sonli qonunda ikki xil huquq. Ya'ni ko'chmas mulklarda o'sha fuqarolar tomonidan o'zlari shunchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga ijara huquqi 99 yillik bilan, unda qurilgan ko'chmas mulk bino va inshootlariga bo'lgan mulk huquqini e'tirof etish qonunda o'zida ham belgilangan. Ya'ni bunda o'sha kengashda tegishli qarorlar qabul qilinishda ham ko'chmas mulklarga mulk huquqi yer uchastkasiga 99 yillik ijara huquqi bilan rasmiylashtiriladi. Ortiqcha egallangan hududlariga bo'ladigan bo'lsa, dehqon xo'jaligi, tomorqa xo'jaliklarini yetishtirish uchun 49 yillik ijara huquqi. Bu yerda endi ijarani muddatlarida farqi bor. Ana endi 99 yillik uchun ajratilgan ijara huquqi bilan tegishli bo'lgan yer uchastkalarini xususiylashtirish imkoniyati bor. Qonunchilikda bugungi kunda amaliyotda mavjud bo'lib, o'sha qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalarini xususiylashtirish bilan bog'liq 71-sonli qarorga asosan xususiylashtirish uchun ariza berish mumkin. Dastlab adashmasam davlat xizmatlari markazi. Albatta, har qanday bugungi kundagi o'sha har qanday kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish, unga bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish, tegishli ruxsatnomalarni rasmiylashtirish, qurilish montaj ishlarini amalga oshirish uchun boya yuqorida ham efir ortida ham savol berib o'tdingiz. Ana bir nechta har qanday xizmatlardan foydalanish uchun bugungi kunda Davlat xizmatlari markazi yoki my.go portalidan foydalanish. Undan keyin xususiylashtirish yo'naltiradi qaysi tashkilotlarga? Albatta, xususiylashtirish uchun o'sha belgilangan tartibda ariza taqdim etiladi va uni ko'rib chiqiladi. Xususiylashtirish, davlatnomalarni rasmiylashtirish masalasi ko'riladi.
ana xabaringiz bormi, qaysi tashkilotlarga yo'naltiriladi bu xususiylashtirish? Davlat aktivlarini boshqarish agentligi tomonidan ko'rib chiqiladi. Endi bunda arxitektura, kadastr hamkorlikda, chunki bugungi kunda bir nechta tashkilotlar hammasi o'zini platformasini, o'zini ma'lumotlar bazasini единый bazaga o'sha integratsiya qilgan holda ma'lumotlar almashuvi bir vaqt o'zida real vaqt rejimida taqdim etib boriladi. Xo'p, bizda keyingi savol. Notariusda ko'chmas mulk bo'yicha oldi sotdidan keyin nima qilish kerak? Egalik huquqini o'zgartirish bo'yicha kimga murojaat qilinadi? Umuman tartib qanday? Aytaylik, misol farazan aytadigan bo'lsak, siz bugungi kunda ko'chmas mulk obyektini oldi sotdi hujjatlarini rasmiylashtirdingiz. Ana endi o'zingizga bo'lgan huquqni, o'sha sizga tegishli bo'lgan ko'chmas mulkni qanday tartibda rasmiylashtirib davlat ro'yxatidan o'tkazasiz? Avval qilgan bo'lsangiz bu ishni oldinroq, ya'ni o'sha davlat notarial idoralari orqali oldi sotdi hujjatlarini rasmiylashtirgansiz, lekin bugungi kungacha ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazmagan bo'lsangiz, bunda ham Davlat xizmatlari markazi orqali o'sha ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun belgilangan tartibda murojaat qilinadi. Va bunda 803-sonli qonun va 535-sonli qarorlar asosida belgilangan tartibda kadastr hujjatlari rasmiylashtiriladi siz nomingizga va ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlar davlat ro'yxatidan o'tkazib beriladi. Yana bunda davlat notarial idoralari orqali buyurtma berish imkoni ham bor. Aytaylik, bugungi kunda, mana bugun kechagi kunduzda oldi sotdi hujjatlarini rasmiylashtirgan bo'lsangiz, davlat notarial idoralari orqali buyurtma beriladi sizning nomingizdan kadastr hujjatlar, o'sha ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni rasmiylashtirish uchun. So'nggi savol. Hozirgacha qancha obyekt xatlovdan o'tkazildi, qancha yer uchastkasiga huquqiy maqom e'tirof etildi? Bugungi kunda qonun ijrosi yuzasidan statistik ma'lumotlarga keladigan bo'lsak, hozirgi kechagi kunduzda xatlov ishlari amalga oshirilayotgan bo'lib, jami 1.500.000 dan ortiq bo'lgan ko'chmas mulk obyektlari xatlovdan o'tkazildi va 1 milliondan ortiq ko'chmas mulk obyektlari USCAT tizimiga olib o'tildi. Va bunda o'sha USCAT tizimida shakllangan o'sha yer uchastkalari to'g'risidagi ma'lumotlardan 590 mingga yaqin ko'chmas mulk obyektlari, yer uchastkalari to'g'risidagi ma'lumotlar e'tirof tizimiga muhokama jarayoniga, o'sha muhokama bosqichiga olib o'tildi. Bugungi kunda o'sha 590 mingga yaqin bo'lgan ko'chmas mulk obyektlari va qonunning 16-moddasiga asosan tegishli tashkilotlar tomonidan ko'rib chiqish ishlari amalga oshirilmoqda. Shundan 82 mingga yaqin fuqarolarni o'sha xalq deputatlari kengashining qarori bilan tegishli o'sha yer uchastkalariga, o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda unda qurilgan bino va inshootlarga bo'lgan huquqlar e'tirof etildi. Shundan fuqarolarning, yurtdoshlarimizning murojaatiga ko'ra, boyagi aytib o'tilgandek, davlat xizmatlari markazi orqali murojaatiga ko'ra o'sha tegishli qarorlar ilova qilgan holda, ya'ni bunda bu qonunda ko'zlangan maqsad o'sha yurtdoshlarimizni bugungi kunda o'zboshimchalik bilan, ya'ni bunda nima uchun o'zboshimchalik bilan? Bugungi kunda kadastr hujjati mavjud bo'lmagan yoki ma'lumotlar bazamizda mavjud bo'lmagan har qanday ko'chmas mulk obyektiga o'zboshimchalik bilan degan ta'rif termin ishlatiladi. Ya'ni bunda, ya'ni o'sha qonundan ko'zlangan maqsad fuqarolarimizni ko'chmas mulkiga hujjatlari to'liq bo'lmagan yoki umuman hujjatlari rasmiylashtirilmagan yer uchastkalarida belgilangan tartibda davlat ro'yxatidan o'tkazib olish edi. Ya'ni bu o'sha tegishli qarorlar qabul qilingandan so'ng fuqarolarimizni murojaatiga asosan 24 mingdan ortiq ko'chmas mulk obyektlarini kadastr pasportlari shakllantirildi va unga bo'lgan huquqlar davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Bahodir aka, bugun qaysidir ma'noda bizni kuzatuvchi tomoshabinlar o'sha qurilish, yer joy, uy, yer uchastkalari, kadastr mavzusi bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Bunday ma'lumotlar bizga ulashganingiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Va hurmatli tomoshabinlar, bugungi bizning suhbatdoshimiz kadastr agentligi markaziy apparati mas'ul xodimi Bahodir Madiyarov bo'ldi. Biz kadastr agentligi bilan hamkorligimizni yana davom ettiramiz. Xayr, salomat bo'ling.